Bolalar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Stronchik. Va bugungi videomizda nima borligini tasavvur ham qila olmaysizlar. Bugun men O'yinlar dunyosi degan kanalni, ya'ni o'zimni oxirgi kanalimni men rivojlantirishga jigarimga berib yubordim. Uni ham o'yinlar deb ataymiz bo'ldi bolalar. Xullas kalam bolalar. U qishloqqa ketgan bo'lish kerak va bugungi videomizda qaragan blokimizni qo'limizga tushadi. Sizlardan avval ozginchagina narsa oldim. What? Endi bolalar ancha osmonga qarab yuramiz. Jaranglarga o'xshab. Bola bizga tosh kerak, toshga qarab turamiz. Bola bizga tosh kerak, tosh. Toshi. Desangchi. Xullas kalam bizga yetadi, endi bizga pechka kerak. What the hell? Nima loyga aylandim endimi? Xullas kalam endi bizga verstak kerak. Va u ham bizani jigarimizda ham shu yerda bo'lishlari kerak edi. Bilmadim qayoqqa yo'qolganlarni. Va men telefonim qotayotganini hisobga olsak 3 hozir. Va men hozircha 3 ta mod qo'shganman. Birinchisi men shu har tomonga qaraydigan mod, agar kerak bo'lsa yozib qo'ying. Vah. Endi musurta elib ketibdi. Xullas kalam men shu va albatta keyin esa emotsiya modi juda ham ajoyib mod. Emotsiyalarga juda ham boy, faqatgina player uchun. Bang deb o'qirish kerak edi. Hozir qo'limda verstakdan boshqa hech nima bo'lmaydi. Mana shunday bola telefon qotgandan foydalanamiz. Bolalar, agar tasavvur qilinglar, sizlar mana shunaqa bo'lsa, mana o'tdan telefoningizning nomini bilib olasizlar bo'lasizlar. Mana shu hozir. Mana shu qizil eng kichkinasini ichidagi. Meniki hozir nima ekanligini hamma bilib oldi. Ana endi biz cho'kini maydalab olamiz. Usti-ustida qotayotgani mendan emas, chunki Baxa o'zining videosini ko'rganman. U kishini telefonlari zo'r bo'lgani bilan baribir qotgan. Bu degani ular ham bizga o'xshagan noob desam ishonmaydi. Va bizdan hozircha uncha zo'r emasmiz. 5 sekundda kuchayish uchun bizga olmas kerak. Olmazning. Barcha narsa bizga almas kerak. Eng muhimi bizning maqsad almas topish. Agar ilojimiz bo'lsa, endi drakonni yengish. No, bosmayapti. What? Wow. Eta help me. Ana bolalar уже nima o'sib qoldi verstak. Biz endi verstak boymiz. What? Tayyoramiz. Bo'ldi bolalar, bizda pechka ham bor bo'lish kerak. Tapor. Nima menga tapor kerak? Jigar. Menga anov kerak edi. Yurvoring qaysi qayerdasiz? Oh, golem boy menga temir beradigan bachcha. Qotyaptimi? What? No. What? Uzur golem boy. What? Golemi o'ldiring. Steve tog'a. Golemi o'ldiring. What? Man, faqat playerda animatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Demak, barcha hayvonda animatsiya bo'lar ekanda. What the fuck? Uni qotish bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. What? Zo'r usuli bor-da. Hozir men telefonim qotgandan foydalanib xuddi vaqt to'xtagandek.
He. Vat, qotib qolyapmiz-mi? Stop. O'yin qotib qoldi. Qotganda Minecraft hop. Bari yo'q ekan Minecraft, endi xabar bo'ldi bolalar. Ubitni xudorinda bo'ldi. Nima Gusiba ikkalamiz ham birdaniga o'lib qoldik. Bu degani afsus nadomalar, keyin hozir narsalarimizdan borib men ikkalasini ham olaman. Vas, nimadir qotyapti. Ko'rib turganinglarda biza qotarlarimiz. Qotarlar. Sizlarchi qanaqa youtubersizlar, masalan, telefoninglar what the help. Bunaqa bo'lishini kutmovdim. Nima? Kimdir bong chalyaptimi? Mendan avval kimdir qilib ketdi, shipshidon qilib ketdi. Shipshidon qilib ketishibdi. Kimdir urdimi? Mayli, bizga qo'y. Urinchi bitta. Urinchi yana bitta. Xullas qanon bolalar, endi bizani bitta qiladigan ishimiz qotishni to'xtatish. Bu qotishni to'xtatish uchun bitta narsa kerak. Telefoninglarning xotirasi bo'sh bo'lishi kerak. Meniki esa to'p-to'la. Keyingi videolarda agar omadim kelsa, agar bu modda qo'shmayman. Iloji bo'lsa qo'shmayman. Vat, mashina kerak. Uy jihozlar qolamiz. Kimdir meni demay, hozirgina 1 daqiqa 5 daqiqa avval urgan. Va bu yoqlarga ham kimdir kirib, chiqib, hamma yoqni shipshidon qilib, eshiklarni sindirib yoki ochiq qoldiribdi va sunduqda pashshani tuxumi ham yo'q bo'lsa. O, ana pashshani tuxumidan tashqari bitta ana galastikcha bor ekan. Shu moddan boshqa bolalar yana qanaqa ularni olasizlar? Menga kommentarga yozib qoldiring va qaysi modlar qayerdan topishini yozib qoldiringlar. Iltimoslardan men bu mod bilan uzoqqa bormayman. Va bu shu yerda tugashi ham mumkin. Lekin bolalar, bitta narsani sizlardan iltimos qilib so'ray qolaman. Iltimoslardan. Bitta sizlardan iltimosim bor. Obunachilar, iltimoslardan. Mana shu video ostida bitta silka qoldiraman. O'sha silkaga kirib omni bo'lib qo'yinglar. U meni eski randomni kanalim bilasizlar, kimga berganimni. Lekin hozir bu meniki emas. Chunki men uni ishlatmay qo'yganman va u kishi so'rabdilar, ya'ni o'yinlar dunyosini. Sini kanalni va so'radilar va berdim. Xullas qalam bolalar, hammaga xayr tilab qolaman. Stronchik bo'ldim. Kanalga obuna bo'ling, like bosinglar. Bizning niyatimiz 100 ga, lekin hozir 1 ga. Qani go bo'l. Omna bo'lib qo'yinglar. Omna.